Assalomu alaykum. Hurmatli limon bilan shug'ullanuvchi dehqonlarimiz. Mana biz mana ko'chatlar tugatib, mana limonxonalarda endi limonlarimizga endi mana ishlovni berishni boshladik. Mana kechikib ketdi. Bo'lma ana chiqargan videolarimda ham bor edi, limon ko'chat joylaganimiz. O kuzda limonlar endi ketdi-da, endi hali yerga kelganlar endi olib ketishdi-da. Saqlab berdik-da. Sovuqlar o'tguncha mana. Endi mana go'nglarni mana mahalliy o'g'itlar tayyor qilib qo'ydik, mana tagini ko'ylab endi. Ashlardan bersak, ashlar solib qo'ymasak bo'lmaydi. Mana mevalarni ko'rlaring mana. Mana ular mevasi mayda bo'lib qoladi solmasangiz ularda. Shu mahalliy o'g'itdan foydalangan yaxshi-da. Gullab chaman bu mana mevalarni ushlashni boshladi limonlarimiz mana. Mana. O'g'itlar tayyor qilib qo'ydik mana. O'g'itlar tayyor mana. Hamma mana shuni ko'ylab tagini bir lopatka, ikki lopatkadan olib limonxonada hozir kirib hidiga mast bo'lib yuradigan bo'pti-da. Gullarni qarang. Chaman gullabdi. Jonivorlar. O'shaning uchun endi ertaroq oziqasini bersak, gulini ushlashganda qasini berib qo'yganmiz. O erta ko'mib chiqqanman, imkon bor edi. Ora-orada yurib, bir peladan ko'mib chiqqanmiz. Mana mandarinlar mana. Bular ham chaman gullashga ketdi. Hammasi hozir ushlab, o'sha mana ushlashni boshladi limonlarimiz mana. Ushlashni boshlabdi limonlar. Mana bu limonlarimiz. Xudo xolasa bir yana 200 kiloni tevasida ko'zlab turibmiz mana shu. Bosh katta limonimdan. Gulini qarang buni mana. Bo'sh joyi yo'q. Bo'sh joyi yo'q mana. Har yili jonivor 200 kilo oshiq soladi mana shu limonlar mana. Gulini qarang bularni mana. Bo'sh joy qolmabdi. Katta limon-da bu. O'ta katta limon bu. 200 kilo oshiq hosil beradi har yili xudo xolasa. Gullarni qarang. Bo'sh yer yo'q. Gullamagan shox qolmabdi jonivorda. Gullamagan shoxi yo'q o'zi. O tevalargacha gullab yotibdi. Shu mevalardan ushlab yotibdi. Kichkina toylarimizga qarang mana. Kichkina toylarimizni gullaganini qarab qo'ying mana. O'zimiz mana shoxlardan olib qilamiz-da. Shunali ko'chatlar mana. Ko'chatlarimiz tugadi. To'la mana shuni ichi, narigi parnigamda ichi to'la ko'chat edi. Tugadi bu mandarinchalar mana. Mol gullaganini qarab qo'ying mandarinlarimizni. Mana mandarinchalar mana. Mandarinlar gullar. Mana. Odam kirib havas qiladigan bo'pti-da, rosa hozir bular ichiga kirib aylanib gullarni ko'rib hidini qarang buni. Hidini. Odamda bahridil ochiladi-da. Ayniqsa bu davleniyasi borlar kirib aylanib yursami? Oh, mazza qiladi. Mollarni qarang endi, jonivorlar. Gullarni qarang. O'shaning uchun mana mahalliy o'g'itlardan ko'proq foydalanaman-da. Nimagaki mana mevalarni biz o'zimiz ko'proq saqlaymiz-da. Mevalarni saqlaymiz. Uni selitra berib qo'ysangiz, mevani uzoqqa bormaydi-da saqlash. Mana ular ushlab bo'pti mana, o'zi ko'rdingizmi? Ushlab bo'pti bu mevalarni mana. O'shaning uchun mahalliy go'nglardan amapos, selitra ishlatmayman ularga. Hapsha. Nimagaki mevasini saqlaymiz-da biz. Amapos bilan mahalliy o'g'itmash. Go'ng ko'ylab turib solib qo'yamiz.
Kichkina mandarinchalar, umuman qarab qo'ying. Gullaganini qarang, mandarinchalar. O'sha